Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan matematika o'qitish maxsus metodikasi fanidan birinchi o'nlikni o'rganish vazifasi mavzusida gaplashamiz. Barchamizga ma'lumki, har bir fan mavzulari tizimlilik asosida soddadan murakkabga tomon tuzib chiqiladi. Xuddi shu kabi matematika darslari ham o'quvchilarga dastlab o'nlik, yuzlik, minglik kabi ketma-ketlikda o'rgatiladi. Birinchi o'nlikni o'quvchilarga o'rgatishdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarda sodda matematik tushunchalarni shakllantirish, bilish faoliyatini yaxshilash va sonlarni tartibi bilan qo'llay olishga o'rgatish ko'nikmalarini shakllantirish sanaladi. Birinchi o'nlikni o'quvchilarga o'rgatish jarayonida dastlab ular bilan 1 dan 10 gacha sonlarni to'laqonli tartibi bilan o'rgatish va o'rganish, dastlab guruhli, so'ng har bir bola bilan individual shug'ullanish maqsadga muvofiq sanaladi. Shu bilan birga o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona hamkorligiga ham alohida ahamiyat qaratish kerak bo'ladi. Birinchi o'nlikni o'quvchilarga o'rgatish uchun men ishlab chiqqan sirli daraxt metodikamni tavsiya qilaman. Ushbu metodikada daraxtga olmalar rasmi chizilib, ichiga 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlardan iborat misollar yozilgan bo'ladi. Bularni o'quvchilar bajarib, chiqqan javobdagi raqamli olmani olib, ustiga yopishtirilishi lozim sanaladi. Masalan, 1 plus 1 javobimiz 2. O'quvchi xuddi mana shu misolni bajarib, 2 raqamini misol ustiga yopishtirilishi lozim sanaladi. Ushbu metodika orqali bola individual tarzda mashg'ulot bajarishi, ranglarni farqlash, sodda matematik amallar qo'shish, ayirish, katta, kichik kabilarni o'rganadi. Bilish jarayonlari ham birmuncha rivojlanadi. Birinchi o'nlikni o'quvchilarga o'rgatish darslari doimiy tarzda takrorlash asosida olib borilishi, ko'rgazmali vositalardan to'laqonli va maqsadli foydalanish muhim hisoblanadi. E'tiboringiz uchun tashakkur.